To'rtko'l tumanida o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan katta bayram tadbiri bo'lib o'tdi. Tuman madaniyat saroyida o'tkazilgan ushbu tantanali marosimda ta'lim sohasining fidokor vakillari, faxriy ustozlar hamda yosh pedagoglar ishtirok etdilar. Bayram tadbirini tuman hokimi Ilhom Xudoyberganov ochib berar ekan, barcha ustoz va murabbiylarni bayram bilan samimiy muborakbod etdi. O'z nutqida u yosh avlodni tarbiyalashda, yurt ravnaqi yo'lida xizmat qilayotgan o'qituvchilarning mehnati beqiyos ekanligini ta'kidladi. Mana bugun 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram tadbirida bir necha ustozlarimiz, shu jumladan oliy va o'rta ta'limda xizmat ko'rsatib kelayotgan ustoz va murabbiylarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu topshiriqlar yuzasidan biz ham kelajakda yosh avlodlarni tarbiyalashda bilim va tajribalarni ulashishdan juda ham xursandmiz. Shu fursatdan foydalanib, butun O'zbekiston ustoz va murabbiylarini Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To'rtko'l fakulteti nomidan, jamoamiz nomidan muborakbod etaman. Shuningdek, tuman maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan ilg'or pedagoglar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Yurtimizda katta tantana 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan hammamizni, o'qituvchilarimizni, ustozlarimizni tabriklaymiz. Mana prezidentimiz ham kuni kecha bayram tabriklayda ko'tarib chiqqan masalalar, biz oldimizga qo'yilgan vazifalarni xudo xolasa mana jamoamiz bilan birgalikda ustozlarimiz o'rgatlariga amal qilgan holda, shogirdlarimizga ustozlarimiz o'rgatgan narsalarni tushuntirgan holda yana ish faoliyatimizni ko'tarinki ruhda davom ettirishga, davlatimizda olib borilayotgan islohotlarni tub mazmunini, shu ustozlarga berilayotgan ehtirom, e'tiborni kelajak avlodlarga tushuntirgan holda yurtim uchun, vatanim uchun deb sodiq xizmat qiladigan farzandlarni tarbiyalashga yana hissamizni qo'shamiz. Bayramning badiiy qismi ham katta taassurot qoldirdi. Tumandagi mashhur xonandalar tomonidan turli millat vakillarining kuy-qo'shiqlari va zamonaviy taronalar ijro etildi. Tomoshabinlarga bayramona kayfiyat ulashildi. Raqs jamoalarining jozibali chiqishlari esa tadbirga yanada fayz bag'ishladi. Mazkur tadbir ustoz va murabbiylarga hurmat, ehtirom ifodasi sifatida ularning mashaqqatli va sharafli mehnatiga bildirilgan chuqur e'tirof bo'ldi.